Endi nima xohlayapsan bu qizdan? Ay, namoz o'qimasin-da. Ay. Yanachi. Ashishida yashamasin. Yana nima xohlayapsan? Chiqib ketishini. Qayga bo'lsa ham. Oshiq bo'lib qoldingmi? Necha yosh edi unda bu qiz? Kichkina edi. 5 yoshmi, 10 yoshmi? Shunaqaroq. O'shandan beri tark etging kelmayaptimi? Senchi qara. Ay. Allohdan qo'rq. Alloh uchun daf bo'l olamingga. Ha? Ay, yo'q dedim ay. Menga qara. Xohlasang Nusaybin jinlaridan o'rnak olib musulmon bo'l. Hozir kofirmisan, musulmonmisan? Ha? Ay, musulmonman. Musulmon nimaga yolg'on gapiryapsan? Qara, musulmon insonlar bo'lsin, jinlar bo'lsin, zulm qilmaydi. Sen agar musulmon bo'lsang, Allohdan qo'rqib, Allohning izi bilan daf bo'l olamingga. Musulmon jinlarni, musulmon insonlarni payg'ambari bitta. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tushundingmi? Shuning uchun ahlini yiq. O'ynashmasang Alloh bilan. Mendan ham qo'rqma, men ham bir Allohning quliman senga o'xshagan. Tushundingmi? O'zi quloq solmay qo'ydi bugun. Nimaga quloq solmay qo'ydi? Ish qilayotganda. Qilgizmasdan yotkizmoqchi edim. Unamadi. Qara, sen bu qizni dankasi bo'lishini xohlaysan, to'g'rimi? Bironta ish qilishini xohlamaysan. Lekin bu qiz endi tinmay ish qilishni boshladimi? Alhamdulillah. Ya'ni sen qara, hozir fasod ish qilyapsan. Gapimga kirmayapti. Bu yaxshi, chunki bu qizda o'zini hayoti bor. Bu qiz insonlar toifasidan, sen jinlar toifasidan. Mana shu qilayotgan iflos ishing ham buni oqibati janjal. Eriga yoqmaydi, chunki bu qizda oilada vazifalari bor bajaradigan, qaynasiga yoqmaydi. Sen hozir fasod ish tarqatyapsan, bilyapsanmi shuni? Nimaga yolg'on gapiryapsan musulmonman deb? Ay, majburlab la ilaha illalloh deyapti. Bu qizmi? Deydi inshaalloh. Menga qara, senga o'xshagan betarbiya, shaytoniy jinlar juda yaxshi taniyman. Menga qinjalamagin. Sen Qur'on o'qiyotganimda hozir quloqiga kelib har xil pisq-posot qilib shivirlabsan nimalardir. Chalg'itmagin. Tushundingmi? Sen hozir uningni o'chirib eshitasan Alloh taoloning buyuk kalomlarini. Fikr qil, olamingga daf bo'lishni o'yla. Tushundingmi? Tushundingmi? Quloq solmayapti, keyin o'qiysan deysan. Meni gaplarim tushunmading shekilli. Tushundim.